Productive samaradorlik qarang, bizlarda samaradorlik. Lekin uning bir qancha tushunchasi bor. Productivity, u ham samaradorlik. Efficiency, u ham samaradorlik. Keyin effectiveness, u ham samaradorlik, hamma natijali, to'g'rimi? Demak, ularni ko'rib turibmiz. Ya'ni bu yerda ko'rib turibmiz, qarang. Prezentatsiyamizda namazonda, suhbatlarda, ya'ni o'zaro bir qarida A shaxsda non ko'p edi, oz edi, to'g'rimi? B shaxsda sut ko'p, non oz edi, to'g'rimi? Ikkovi o'zaro savdolash natijasida inson foyda ko'rdi va bu yerdagi bozordagi demandni nima qilishi, narx o'zgarishiga olib kelib turibdi. Endi samaradorlik aytib, ya'ni bu olingan natijani o'sha natijaga erishish uchun sarflangan xarajatlar. Lekin farqini qarab ketamiz. Ya'ni efficiency, productivity deganimiz bor. Bugun samaradorlik. Biz tanlashimiz kerak. Iqtisodiy samaradorlik va to'g'rimi? Economical efficiency hamda productivity. Bu yoqda ishlab chiqarish samaradorlik bor. Ya'ni production efficiency hamda production productivity hamda effectiveness degan tushunchalar bor. Lekin tanlashimiz kerak. Bari samaradorlik. Qarang, efficiency bo'ladigan bo'lsa, focus on improving processes. Ya'ni bu nega qarab qiladi ekan, samaradorlik ko'pincha ishlab chiqarish jarayoni. Jarayonga bog'liq samaradorlik bo'lsa, demak bu efficiency bo'ladi. Lekin focus on outcomes. Ya'ni outcome desa natija desak bo'ladi, ya. Ishlab chiqargan miqdor natija. Natijasiga ko'proq qaratilgan samaradorligimiz demak nima bo'ladi ekan? Productivity bo'ladi. Endi qo'shimcha aytib ketaman, qarang. Efficiency focus on quality, how well tasks is completed, the quality of the outputs. Productivity focus on quantity such as number of goods, services. Endi qarang. Efficiency deyapti. Bu ko'proq jarayonning qay darajada qanday safali, sifatli tashkil etilganini samaradorlik bilan qaraydi. Lekin productivity bo'lsa, bu ko'pincha quantity, nezat quantity miqdorga bog'liq. Shundoq bu ikkisi o'zaro farqi. Demak, quality tarafdan yoki sifat tarafdan samaradorlikqa qaraydigan bo'lsak, bu efficiency, lekin samaradorlik. Quantity miqdor tarafdan samaradorlikqa qaraydigan bo'lsak, bumiz demak productivity bo'lib hisoblanadi. Endi bundan keyingi tushunimiz bor, effectiveness. Bundan natija bo'lmasa samaradorlik. Bundan farqlashimiz kerak. Qaraymiz. Efficiency means doing things right. Demak, efficiency deganimiz nima ekan? Doing things right. Qanday bu jarayonni ishda narsalarni to'g'ri qilish. Effectiveness doing the right thing. Effectiveness bilan to'g'ri ishni qilish. Demak, bu o'zaro ikki farqli hisoblanadi. Endi efficiency bu qarang, productivity metrik. Qarang, efficiency deganimiz nima deydi? Productivity, ya'ni samaradorlik metrikasi bo'lgan bo'lsa, effectiveness bo'lgan bo'lsa, bu quality metrik, masalan, sifat metrikasi bo'ladi. Ikkoni farqi. Endi qarang, qanday usullari bor samaradorlikni hisoblov bo'yicha, aniqlov bo'yicha degan vaqtda bir qancha usulni to'xtalib ketamiz. Eng kerakli men misol bilan qarang. Birinchisi bilan iqtisodiy samaradorlik, masalan, economical productivity. To'g'rimi? Bo'lmasa umumiy formulasi, ya'ni samaradorlik productivity natija, bo'lmasa profit bo'lamiz nega xarajatlarga, bo'lmasa resurslarga. Cost. Shu natijasini biz samaradorlikka keltirib chiqaramiz. Bu birinchi usul. Ikkinchi usul bor, bu ya'ni ishlab chiqarish usuli. Ya'ni production efficiency. Bu qanday bo'ladi? Ya'ni bu ko'pincha ya'ni mehnat unumdorligi, rentabilitet degan tushunchalar bor. Shuga qaraydi. Demak, rentabilitet tushunchasi nima ekan? Qarang, bunda foydaga e'tibor bermaydi. Investitsiya qilib kiritgan pul qanchalik foyda olib keldi? Masalan, korxonaning umumiy foydasi ko'p bo'lishi mumkin, lekin biz qanday necha 12% investitsiya qilib olib kelgan bo'lsak, shu bizdagi 12%imiz qanchalik samara berdi? Umumiy korxonaga, masalan, shu investitsiyani o'zi qancha prosentga qo'yadi? O'zatib qaraydi. Shundoq ham bu rentabilitet, mehnat unumdorligi degani qandaydir bir xodimning qandaydir vaqt davomida qanchalik natija beryapti. To'g'rimi? Shunday qaraydi. Endi keyingi nimamiz bor, texnik samaradorlik, masalan, technical productivity. Demak, bu nesa? FIT, masalan, foydali ish taqsimoti bilan bog'liq bo'ladi ekan. Ya'ni bu yana aytganimizda outputni
input qabul, bizga ko'payishlar qilib, biz demak tezlik samaralarini tasavvur qilamiz. Hozir bu yerda nelarimiz bor? Endi keyingisi sizlar yana ertaga kompaniyada sizlar uchun kerak bo'ladigan yana bir shaxsiy samaradorlik, masalan personal productivity, masalan efficiency degan tushuncha bor. Demak, bu to'g'ridan-to'g'ri time management ma'lumot bo'ladi. Ya'ni vaqtni to'g'ri qilish, baholash, qilish, ha? Endi qaraymiz. Demak, bu qarang, shaxsiy faoliyatda samaradorlik ko'pincha demak KPI tizimida baholanadi. Masalan, bu kompaniya, bizlar bu kompaniyamiz auditoriya. Bizlar xodimlarimiz, men direktor, qarovul, menejer, ishlab chiqaruvchi nimalar, qarang, endi sizlarga aniqlab beraman. Bizlarni demak shu umumiy xodimlarning mendan boshlab nimagacha samaradorligini aniqlashimiz kerak. Buni qanday qilamiz? Demak, KPI degan tizim bor. Bu ya'ni shaxsiy samaradorlik. Ya'ni KPI Key Performance Indicator. Masalan, yana aytamizda